Ikkinchi qavat 3 xonali chiroyli uyimiz savdoga chiqyapti. Ko'rib turgan joyingiz mehmonxona bo'ladi. Aslida chiroyli remontlar qilingan, oppoqqina mebellar o'rnatilgan, hamma narsa ichida qoladi. Endi esa keling, qolgan xonlarni ham ko'rsatay. Birinchi prixoshkadan boshlaymiz. Kirib kelish qismimiz, prixoshkamiz ham kengina, mana shunday chiroyli eshiklar o'rnatilgan prixoshka mebellarimiz bor. Bu yerda esa bizda bo'lyapti kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham kengina, mebellar joy-joyida turibdi. Hamma narsaga joy yetarli, juda ham chiroyli ishlangan. Endi oshxonaga o'tamiz. Oshxonamiz ham kengina, o'tiradigan joyiga ega. Ko'rishingiz mumkin, hamma mebel texnikalar o'rnatilgan. Bu tarafda televizorlarimiz ham bor. Bu yerda esa bizda bo'lyapti bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi ham juda ham kengina, chiroyli shinam ishlangan. 2 qavat bolalar uchun joy yetarlicha. Bu yerda ham shkaflari bor, plus bu tomonda ham shkaf o'rnatilgan, dars qilish uchun joy ham yetarli. Endi esa bizda kladovka bo'lyapti. Kladovkamiz oshxonaning yonginasida. Banka, bemalol hamma mayda-chuydalarni joylashtirsangiz bo'ladi. Endi esa sanuzullarga keldik. Sanuzulimiz birinchisi vanna, dushovaya, rakvinalar o'rnatilgan. Hamda ikkinchi sanuzulimiz hojatxona bo'lyapti. Ikkinchi qavat 3 xonali kvartiramiz 79 metr kvadrat, 80 ming savdosi bor. Charchamang, salomat bo'ling.